quchoqlashib yig'ladik va o'zimga va'da berdim. Nima bo'lsa ham dadam uchun o'sha bemehr ayolning qiliqlariga jim chidayman. Ukalarimni ehtiyotlab katta qildim. Singlimizni ko'z qorachig'imizdek asradik. Maktabni bitirdik. Men o'qimadim, ishlay boshladim. Lekin 2 ukam va singlim institutga kirishdi. Yorug' kunlar kelayotgan edi. To'satdan dadam olamdan o'tdi. 4 farzand yana jipslashdik. Avval men uylandim, keyin ukam uylandi. Orada singlimizni uzatdik. 2 ukam yaxshi ishga joylashdi. Farzandlarimiz tug'ila boshladi. Dadamning xotini va Zafar bilan bir uyda yashasak-da, ular biz uchun yo'qdek edi. To'ylarda odamlar ko'zi uchun oqibatlilardek tutardik o'zimizni. Zafarni ko'rgani ko'zimiz yo'q edi. Nafaqat biz, balki mahalla undan nafratlanadigan darajada uyatsiz va andishasiz, og'zi shaloq bo'lib voyaga yetdi. Bilasizmi zamondosh, bu hayot hech narsani javobsiz qoldirmas ekan. Bolaligimizda bizni qancha qiynagan bo'lsa, ana va ayolni hayot undan-da ko'proq azobladi, xo'rladi. Ha, xo'rladi. Zafar hech narsaga zoriqmay o'sdi. Og'zidan chiqqani muhayyo edi. Maktab bo'yicha cho'ntagida eng ko'p pul olib yuradigan bola edi. Aqlsiz va gapga kirmaydigan bo'lib katta bo'ldi. Yoshiga yosh qo'shilgani sari ko'cha uning asosiy uyiga aylandi. Yarim tunda kelar, ba'zan 2-3 kun ko'rinish bermasdi. Onasi qancha dakki bermasin, karaxt va mast holi bilan hech bir gapni o'qimasdi. Bolalik kunlarimizni eslayman. Og'ilxona yonidagi zax xonaga ko'chirilganimizda, qish kunlari muzlab qolmaganimizda yoki bizni urganida hammamiz onajonlab yig'lardik. Onajon, bizni qanday yovuz xotinga tashlab ketgansiz deb ko'ksimizga mushtlardik. Ko'z yoshlarimiz tugab bitganidan keyin barchamiz alam va dard bilan qo'llarimizni duoga ochib, senga ham jazo bordir, xor bo'lgin, mehrga zor bo'lgin, bu dunyoda bo'lmasa u dunyoda jazoingni olgin, amin, deya yuzimizga fotiha tortardik. Jazo bu dunyoning o'zida keldi. Zafar jinoyat ko'chalaridan do'st topdi, o'rtoq topdi. Egri yo'lga kirdi. Tun yarmida mast holatda keladigan odat chiqardi. Ana shunday yarim tunlarning birida bo'lgan voqea esimdan chiqmaydi. Qor tinimsiz yog'ardi. Zafar mast holida ko'chadan qaytib, hovlimiz darvozasini tepardi. Tepki u uchun qo'ng'iroq vazifasini bajarar edi. Zafarning oyoqlari zarbidan chiqadigan ovoz "Men keldim, darvozani oching" degani edi. Va bu buyruq to'g'ridan-to'g'ri uning onasiga qaratilgandi. O'sha tun baqir-chaqirdan uyg'onib ketib, darvoza oldiga yaqinlashsam, ona bola bir-biriga musht o'qtalayapti. Yaqinlashmadim, jim kuzatdim. Oxiri onasi darvozani orqadan berkitdi. Bolasi och deyapman degancha tashqarida qoldi. Quyosh chiqdi, tong otdi. Kichik ukam ko'chaga chiqib ketayotgandi. Darvozani ochib meni chaqirdi. Bordim. Imlab zax yerda yotgan Zafarni ko'rsatdi. Qo'lim bilan turtdim. Ko'zini yarim ochdi-da, hech nima demay ko'cha tomonga qaradi. Havo sovuq edi, izg'irin edi. Demak, tuni bilan Zafar ko'chada yotgan. Nahotki onasining rahmi kelmadimi? Nima bo'lganida ham farzandi-ku. Farzandini tashlab ketgan, voz kechganlar ko'p, lekin bolasiga bemehr bo'lgan onalar juda kam bo'lsa kerak. Qanaqasiga o'z bolasiga rahmi kelmasligi mumkin? Qaysi oqibatga, qaysi o'lchovga mos keladiki, bola sovuqda, zaxda uxlasa-yu, onaning yuragi notinch bo'lmasa? Mayli, yomon bo'lsin, mayli bola kerak emasdir,
Lekin ona qanday qilib o'z bolasiga mehrsiz bo'lishi mumkin? Bu holatni ko'rdim-u, tilimdan chiqqani shu bo'ldi. Biz xafa bo'lmasak bo'laverar ekan. O'z farzandiga mehr bermagan inson begonaga mehr berishi sahroda daraxt ko'karishidek gapga o'xshaydi. Bola qaytib onasining oldiga kelmadi. Bu qanday onaki farzandi undan, u farzandidan umrbodga voz kechvorsa? Ona bolaga tarbiya berishni bilmagan, yo mehr berishni bilmagan. Nima bo'lganda ham gap onada. Essiz ona degan nom, essiz farzandli bo'lish baxti. Har narsa hisobli. Bundaylarga ikkinchi marta ona bo'lish nasib etganini ko'rmaganman, eshitmaganman. Bundaylarga qayta farzand berilmaydi. Ming harakat qilmasin, ming davolanmasin, ming yolvorib so'ramasin. Na o'z bolasiga, na onasidan ajragan yetimlarga rahm qilmadimi? Ona degan rutba unga uvol. Bu voqeadan keyin biz tushundik, xulosa qildik. Anglaganlarimizni so'zma-so'z takroran keltirmoqchiman. O'z farzandiga mehr bermagan inson begonaga mehr berishi, sahroda daraxt ko'karishi yangilik gapga o'xshaydi. Zafarning hayoti izdan chiqdi. Avval o'g'irlik qilib qamalib ketdi. Vaqt o'tib chiqdi, keyin esa Jinoyat kodeksining 277-moddasi deyishdi. Bezorilik bilan qayta qamaldi. Uchinchisida esa 118 bilan qamaldi. Bilasanmi nima u? Yo'q. Nomusga tegish. Ichida 104-modda ham bor. Badanga qasddan og'ir shikast yetkazish moddasi. Ana shular bilan uzoq muddatga qamalib ketdi. Kuyunmadik, xursand ham bo'lmadik. U ayolga yomon so'z aytmadik, so'kmadik, shunchaki gapirmadik. Urganidek urmadik, tepmadik. Og'ilxona yonidagi o'sha biz yashagan xonani ko'rsatdik. Umrbod sizga, istaganingizcha yashayvering dedik. Yana muhim narsani aytaman. Bu dunyoda hamma narsa hisob-kitobli ekan. Hech narsa javobsiz qolmadi. Hovlimizda yashagan oxirgi kunlari ko'chada kimni ko'rsa, menga qaramayapti, bir tiyin ham pul bermaydi, meni hurmat qilmaydi deb dardini doston qilganlari haqida ko'p eshitganman. Xato qilgan ekanmiz. Lekin tan olamiz, uchala yigit ham ayolga hatto 1 so'mni ham ilinmaganmiz. Nima bo'lganda ham dadamizning ayoli bo'lgan-ku. Ayniqsa men kechirimli bo'lolmaganimdan afsus qilaman. U ham bizdan pul so'ray olmasdi. Ayblarini yaxshi bilardi. So'rasa ham baribir ko'zlarimizdan ma'lum edi. Eslamayman, gapirmayman deyman, u xotiralar xanjar kabi botayotgandek bo'laveradi. Mana, yoshim bir joyda-yu, ayolning fe'llari yodga tushganda o'spirin yigitlardek g'azabim jo'shadi. Yana ko'rgan kechirganlarimiz yodga kelaveradi. Bir vaqt singlimiz kasal bo'lib qoldi. Uchala aka-uka shifokorga olib bordik. Qimmatroq dori yozib berdi. Maktabni bitirayotgan edim. Ukalarim yuqori sinflarga yaqinlashayotgandilar. Kechki ovqatdan keyin dadamdan yurak yutib pul so'radik. Yo'qligini aytdilar. Dadam rostgo'y, aldamasliklarini bilaman. Dadamga pul kelganda ham ana bu xotin olib qo'yishini, qaysidir bahonalarni aytib, kunora bozorga yugurishini bilardik. Ko'rib turardik. Dadam sodda edilar. O'sha oqshom holsizlanib turgan singlimni bag'rimga bosgan ahvolimda birinchi marotaba dadamning xotiniga yuzlandim. Ona dedim. Ona deyapman-u, tilim bu so'zni aytishni istamas, quloqlarim o'zimni eshitgisi kelmasdi. Majbur edim. Qalbi yumshar, chap ko'krak qafasida tepayotgan yurak his qilar,
Axir u ham ona-ku deb iltimos va yalinish ohangida yuzlangan edim. Ona, sizda pul bo'lsa qarz berib turing. Yakshanba kuni Elyor tog'alarnikida ish bor ekan. Ishlagan pulimni olib kelib beraman sizga. Odamiylik bordir, insoniylik fazilatini ko'rsatsa kerak deb yaxshiligidan umidvor edim. Umrim oxirigacha bu xotindan bu qadar nafratlangan emasman. O'sha kecha so'zini tugatmasidan ko'zimda yosh, yuragimda alam bilan boshimni eggan holda ular o'tirgan xonani tark etdim. Aytgan qisqa va zardali so'zlari qulog'im ostida jaranglay boshlaganida esa sening basharangni ochishga bundan ortiq dalil kerak emas deb o'zimga o'zim gapirar edim. Menda pul yo'q. Dadangizda bo'lmagandan keyin menda pul nima qiladi? Topganimni shu uyga sarflasam, dadangiz ham kuchdan qoldi. 1 so'm topsa topadi, bo'lmasam uyda. Pulim bo'lganida berardim. Menda pul nima qilsin? Chap ko'krak qafasida tepayotgan narsa yurak emas ekan. Zanglab ketgan temir ekan. Hissiz va chirigan temir. Nafratlanaman haligacha. Ming afsus. Ona degan rutba, odam degan nomga munosib so'z aytmadi. Unda puli yo'qmish. Dadamda bo'lmasa unda ham bo'lmasmish. Dadamning cho'ntaklarigacha titkilab olib qo'yishlaringni ko'rganmiz-ku. Xo'p, dadam kuchdan qolibdi. Kuchi borida topganlarichi? Men, ukalarim yakshanba kunlari dalalarda, qurilishlarda odamlarning sholi, makkasini o'rib topganlarimizdan nahot singlimizni joni og'riyotganda foydalana olmasak? Iymoning bormi sening? Sen odam bolasimisan? Topganingni shu uyga sarflayapman deganing degan. Aldama. Kimni aldayapsan? Dadamnimi? Menimi? Topganinggina emas, qo'lingga tushganining bir misqolini bolangdan boshqaga sarflamaysan. Kerakmi, kerak emasmi, hammasini shu bittagina bolangga bir nimalar olishga sarflagansan. Puling qolganini kerak bo'lsa sen qaynar xumcha deb o'ylaydigan ukangga sarflagansan. Necha marotaba pul berganingni ko'rganman. Ko'rmaganlarim qancha, o'zi biladi. Ukangga pul tutqazganlaringni ko'rib, shu ham o'g'il bolami, erkakmi der edim ichimda. Pul zarur edi. Amakimni oldiga yig'lab kirdim. Qarz berdi. Shu amakimni o'sha kezlari shunaqangi yaxshi ko'rganman. Qarz bo'lsa ham berdi-ku. Bermaganda nima qilardim? Odamga qiynalib turganida yordam berishdan xayrli ish bo'lmasa kerak. Dadamning xotinidan umrbod nafratlanishimizga, bir umr yaxshi gap aytmasligimizga sabab bo'lgan voqea oradan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Bozorga ketgandi. Qaytayotganligini ko'cha boshida ekanida ko'rdim. Yetib kelar kelmas qo'shnilar bilan gap sota boshladi. Hovlida asta o'ziga kelayotgan singlimni o'ynatayotgan edim. Hozirgina oldim, eng oxirgi modasi. Pulini aytdi. Men nima ekan deb ahamiyat bermabman. Hovlimizga kirar-kirmas qo'shnimiz Odina opa shahdim qadamlar bilan orqasidan keldi. Ana u hozir olgan uzugingizdan olmoqchi edim. Qayerdan oldingiz? Eshitdim u muzlab qoldim. Dadamning xotini ham muzlab qoldi. Biror noto'g'ri gap aytib qo'ydimmi deganday Odina opa ham mulzam turibdi. Kechga jang bo'ldi, janjal bo'ldi. Chidolmadim axir. Men dadamni savollarga ko'mdim. Pul yo'q edi-ku. Uzukni qaysi pulga oldi? Nega bizni aldadi? Dadam xotiniga baqirdi. Bu yoqqa kel. Kecha pul yo'q deganding. Qaysi pulga olding?
Men ukalarim oldiga kirib ketishim uchun o'rnimdan qo'zg'alayotganimda ayolning gapi eshitildi. O'zimning yig'ib yurgan pulim bor edi. Ertaga onamning tug'ilgan kuni. Menga baqirmang. Menga nimadir olib berib qo'ydingizmi? Sizga tegib nima ro'shnolik ko'rdim? Bitta dasturxon ustida har kun non sindirib yeydigan inson eng og'ir kunda bemor holdagi bolaga rahmi kelmasa, qayg'urmasa, shu ham odammi? Biz mana shunday o'ylar va fikrlar qurshovida nafratga ko'milib ulg'aydik, unib o'sdik. O'g'lim gap bilan bo'lib yetib kelib ham qoldik. Narigi ko'chadan o'ngga burilasiz. Bobo, juda ta'sirlandim. Balki men ham onasiz ulg'ayganimgami, tirnog'imdan sochimgacha quloqqa aylanib, qalbim bilan gaplaringizni tinglab keldim. Tinglaganingiz uchun, e'tibor qilganingizga rahmat. Ana u oq darvoza. Gap bilan bo'lib, ismingizni ham so'ramabman-u. Mening ismim Sohibjon. Televideniyada ishlayman. Uyim Shayxontohur tumanida. Sirkning to'g'risiga tushgan yangi uylardan birida. Miriqib suhbatlashish uchun chaqirsam bo'lar ekan, agar kelishni lozim topsangiz. Ismim Olimjon. Yuring, mehmon qilaman. Boshqa safar mehmoningiz bo'larman. Hoziroq uyga borib, sizdan eshitganlarimni qog'ozga tushirsam, boshqalarga ibrat bo'lsin deyman. Ibratli joyi shuki, kimningdir bolasiga ona bo'lib kelganlar ana o'sha mehrga muhtoj, ko'ngli yarimlarning chin va mehribon kishisiga aylanishsin. Mehr bersa, mehr qaytadi. Xor va zorlik bilan ulg'aytirsa, keksayganida xor va zor bo'ladi. Yana bir ibratli joyi shuki, onasi hayotlar mana shunday katta baxtni qadrlasinlar. Aytgancha, ismingiz esimdan chiqadigan emas. Sababi mening hayotda havas qilib, unga o'xshashga intiladigan bir insonim bor. Juda ham qattiq havas qilaman. Ularning ismlari ham Olimjon. Dadamning sinfdoshi. Mehnati bilan, sabr toqati bilan katta baxtga erishgan. Shuning uchun ham esimdan chiqmaysiz. Rahmat bolam, yuring choy ichamiz. Buni olib qo'ying. Duo qilib qo'ysangiz yetadi. Iltimos, hijolatga qo'ymang. Pul uchun olib kelmadim, choyga boshqa kelaman. Xo'p bolam, hamisha sog' bo'ling. Onangizning ruhlari shod bo'lsin. Otangiz rohatingizni ko'rsin. Ukangiz yaxshi joylarga kuyov bo'lsin. Ilmli, bilimli, zukko, tarbiyali bolalarning dadasi bo'lib, yuzlariga kiring. Amin. Amin. Bolam, so'rash esimdan chiqibdi. Dadangiz onangizdan keyin uylandilarmi? Uylandilar. Yaxshi ayolmikan? Ha, yaxshi. Uyga jon tortadi. Bizga yaxshiliklarni tilagan paytlari qalban duo qilgan kunlarim ko'p bo'lgan. Men ularni bilmay ranjitganlarim bor deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham, har qanday vaziyatda ham ularni hurmat qilishim kerak. Mendan yoshi katta deyman o'zimga o'zim ba'zi damlar. Bizga ko'p yaxshiliklar ilingan. Yomonlik qilmasangiz yomonlik qilmaydi. Xursand qilsangiz sevinadi. Ba'zan ularga ko'p yaxshiliklar qilsam deyman. Umuman olganda yaxshi, samimiy, qalbi toza ayol. Unday bo'lsa, omadli ekansiz. Omadliman. Lekin men bunaqalarning yaxshisini ko'rmadim. Onadan keyin kelganlari o'zi uchun yashaydigandek. Odamlarning ko'zi uchun harakat qiladigandek. Hammasi o'zini o'ylaydi. Kiyinadi, bezanadi, o'zi bilan o'zi ovora. Har kimning hayoti o'z qo'lida. Yaxshi bo'lsa, yaxshilik ko'radi. Yomon bo'lsa, mehrga va shirin so'zga zor bo'lib o'tadi. Lahza hayoldan chiqarmaydigan haqiqat borki, hech bir amal, hech bir so'z javobsiz qolmaydi. Uzr, otaxon, sal donolik qilib yubordim.